Assalamu alaykum. Meni tanigan, bilgan sonlarim. Ko'rmasizlar, charchamasdan. Mana bu tarafimni olay, yaxshi chiqadi dedi-ku, qizim. Mana biz hozir endi odam ota mama havo ishlashgan joy Arafat tog'iga yo'l olamiz. Yana o'sha joyda yer yuziga jannatdan quvilib, yer yuziga tushgan payti oldiniga odam ota nima tushgan alayhissalom, undan keyin xotinlari mama havo tushib o'sha Arafat tog'ida uchrashgan ekan. Qarindoshlarimiz bu bize hammasi yig'inib chiqarib odamlarimiz. Şu an bizimkiler ular bormi? Boramıyor, boramıyor. Kuchli dedi. Kiyinib oldik. Siz şunu bayqab turing, biz boshqa odamlarga ketmez ya boshqa to'zaman ketadi bizim bolalar. Zaten aytma usta. Buni chaqiraymi bolalar? Maslahat chiqdi deb. Yo'q, bu yerda. Endi yana boshqa ma'lumotlarni u yoqqa borgandan keyin bilamiz, aytamiz. Hozir endi hammasini aytib qo'ysam Bir xatodan sizlarga qiziq bo'lmay qoladi. Joyini ko'rsatib, Ashuna size men stop qo'yaman, ikki gaplashib ketadi. aniq qilib keyin sizlarga Bizim uydagilardan rantasi bizlarni bo'lmadi. U asosiy aytib qo'yadi. hamma ishiga omad. Ertalab mana 2025-yil. Hoji aka bugun nechinchi kun? Bugün 23. 23 ekan. 23 kun. Soat ertalab Sizlar 23. bizni soat 7ga Sizlar 23. 7:30 bo'layapti. Endi bizda o'zbekchilikka hammamiz do'st o'rtoq nog degandek. Hozir kechikish bo'lib turadi. Kechikish bo'ladi. Hoji bolalar bor bu yerda, hurmati bor. Yoshga bizda hurmat zo'r-ku. Mana hurmat zo'r bo'lganicha men boshiga eng nima joyga o'tirib olganman. Shopirni sistemman. Endi shopir nima bo'lsa hajim bo'lmasin endi. Aytadi-ku, nima ristiga chiqma degandek. Bu yerda shu hamma haj bo'lib ketgan. Mana bu yerda sistemlar endi bu yerda. Xo'sh, yig'ilish ham qiyin bo'ldilar. Endi ko'p avtobus bu yerda bir hozir aytaman, bu taraflarda bor, orqada bor 1 2 3 4 5 6 ta ekan. 6 tamizni bir joyga sağ qo'li to'lmay qo'yadi. katta gasisa bu. Bu Abraj al-Misk ateli ekan. Al-Misk. Shundoq gaplar. Haroratni endi aytolmayman men qisman, lekin Hoji aka menga o'zi hozirdan soat 7:30dan ozroq o'zi qizdirishni boshlayapti. Endi Arafat tog'iga borganda turshak bo'lib qolmasligi uchun mana uni kiyib oldim, endi iloji yo'q. Endi ozroq ko'ni kelmayapman buni. Bu yerdan ham olamiz yana. magazinchiga yaxshi bo'ldi. Buni otam borganda o'g'lim nasib qilsa borsang, shu yoqqa borsang shuni kiyasan dedi, issig'i zo'r dedi. Endi otaniki tabarruk. Shuning uchun mana kiyib oldik. Otani duosi ijobat deganda mana otamiz yaxshilab ijobat duolarni qilgan shekilli yana mana kiyib otamiz kiygan narsani kiyib mana hozir yo'lga tushdik. Yo'lga tushmadik hali, endi nasib qilsa. Hech yaxshi yomon emas. Shuning uchun ota rozi, ona rozi, xudo rozi degandek sizlarga endi bu nasihat ham deb bo'lmaydi, bu nasihat emas, endi rozi qilishni bilish kerak. Mana qarang, bitta duo qilib bersa hech narsa emas ekan. Alloh o'zi baytiga o'zi chaqirib borar ekan. Kibrlarni yo'qotib olamiz. Alloh taolo bir o'zimizni xorligimizni bildirib, ya'ni biz hech kim emas. Alloh buyuk. Alloh oldida bu Xoh kerak o'zi kelar. insonni bir nafsi, kibri chalg'itib qo'yadi hayotda. Shuning uchun mana shu kibr, shunga o'xshagan yomonliklarni tashlash kerak. Bu yerga kelgandan keyin boricha hech kimni xafa qilmaslikka harakat qilish kerak. To'g'ri, bir xil har xil asabga tegadi, shib qo'yadi, bilib bilmay. Birov oyog'ingizni bosib ketadi, birov turtib o'tib ketadi. Mana kecha Hoji akamiz boyaga borib bittasini turtib o'rgan, uchirib o'rgan bittasini.
3 gün geçirib so'radi. Energiya ishini вообще zo'r. 3 kun geçirib so'radi. O'zi kichkinagina lekin bir urib ichirib yuborgan bitta boksyorni bilmayman shu endi 3 kundan beri boradi tamom qilib Geçirib so'radi. kechirib so'rab beribdi. Shuning uchun ba'zilar mana bizni kuzatayotganlar Qarab to'shib iloj boricha, lekin bu ko'ngilga solish ham har kimga emas, ko'ngilga solibdi ekan kechirim so'rab shu bu yoqda endi bilmayman. Habashni uchirib yubordingizmi, kimni uchirdingiz? Shu bir katta bir habashni uchirib bergan. Bir gapni chiqdi. Yanına bana Qosh degan o'rnimizda. Qoshmi? Shunday vaziyatlar bo'lib turadi. Meni ham bitta kecha bir qiziq voqea bo'ldi. Anaga borganimda aylanish ikkinchi marta boryapmiz-da. Bu yerga kelgandan keyin har ikkinde endi iloji bo'lsa har kuni borsangiz ham bo'laveradi. Qarang kelmadi. Endi biz Mana kelyapmiz. ikkinchi marta borganimda shu o'z-o'zidan bir bittami ikki aql odam bor, endi keladi, bir xil gaplashib keladi. Bittasi meni tanib qolyapti, bilmadim. Qanaqa tanidi, nima tanidi, undan o'zim tanimayman, umrimda ko'rmaganman. Bir habash deb habashga o'xshamaydi. Sochlari jingalak mana Iron deb mana Iroqlarga o'xshaydi. Jingalakroq bo'ladi-ku. Shunga o'xshagan bir yigit kelyapti. Voy nima bir bola deydi, tanishmoqchi bo'lyapti. Hayronman. Men aytdim, bu nima bu tushunmadim buni. Ya har xil qayerga boryapman. Bu endi bu bir nima so'ramoqchimi endi. Endi boyaga shuning uchun aytamanki, arab tilini o'rganib kelsangiz juda o'zingizga bo'ladi. Arab tili bo'lmasa, ingliz tili o'zi umuman o'zi pashta hamma tushunar ekan bu yerda. Biz to'ylamizmi kelaveraylik. Shu ikkita tilda juda agar o'zlashtirib olsangiz, mana shu yaqin sharq arab davlatlariga juda ham qo'l keladi. Masalan, bemalol so'rab surishtirib, o'zingiz xohlagan joyga tomoshaga borishingiz, bu yerda ziyoratgohlar juda ko'p. Juda ko'p ziyoratgohlar bor. Shuning uchun 30 ta bo'lishimiz kerak, nechta yo'q. aytadi-ku, 5-6 tasi. ish bilganga 1 tanga, til bilganga 1000 tanga deb. Shuning uchun Hozir 50 mashina o'zi chiqdi. mana ko'ryapsizmi? Bir ikkitasi qidirib ketdi. Yaxshi bo'ladi. Qaytarib tushirmazlar. Hamma joyda Bizga tushgan yo'lini topishi, ishiga hammasiga bu juda kerakli narsa ekan. o'zicha qulonchi. Mana shuning uchun bizni gruppa beriroq o'tirsin. Ana hali Gulqondagi odamlar chiqqan yo'q. Hamma Men endi balandroq joyga mana oldida hali odamlarimiz qarang tashqarida bemalolda bular hali endi o'zbekchilikni shunaqa-ku o'rganganda asosda hamma chiqaversin qani deb biroz bu yoqqa ko'rsatib qo'ying, o'tirib ko'p hali minsammi minmasammi deb turibdi. Bular ham o'zi mana arablar ham o'zi o'rganib qolgan shekilli bemalol shu qarab o'zlari deb bir kim binarda deb turgan bo'lsa kerak. Ha, mana chiqishni endi minishni boshladi bu tarafga. Shu avtobuslar to'ladi shekilli hammasi, 5 ta avtobus. Bir ikkitasi boshqa joydan keldimi deyman. Endi bular yig'ilishib guruh bo'lib ketadi menimcha. Bundan geçirib beraylik. Bunday gap. Keyin baribir hamma sovg'at kesirib beradi. O'sha kechirsa bo'ldi, kechirmasa nima qiladi? Endi bitta jarima bo'ldi sizga. Yusuf aka, bitta qo'ysiz endi qarang. Qiyin bo'ldi endi sizga. Endi bugun endi izlaysiz uni. Bu ham chiqadi baribir. Sheda bo'lsa. Shunda qilib ehtiyot bo'lasiz. Birov endi bu yerda unaqa narsa yo'q, lekin bitta narsa bor ekan. Endi Bizning gruppa beriroq o'tirsin. Parvardigor